duolarimizni qabul maqbul qil. Ya Robbi, Sattor sifating bor, gunohlarimizni yashir. Amin. Ya Robbi, gunohlarimizni kechirilishiga hammamizni ibodatlarimizni sababchi qil. Amin. Ya Robbi, barchalarimizni toqatimizdan ortig'ini yuklama. Amin. Ya Robbi, bizni duolari qabul bo'ladigan bandalar safida jamla. Amin. Ya Robbi, shu dunyoda yashab jannatni sotib oladigan ibodatlar bilan burka. Amin. Ya Robbi, bu dunyoda tavba qilib qolishga ulgurtirgin. Hayotimiz qisqa, umrimiz kam. Ya Robbi, ma'noli va oxiratda hisobini bera oladigan davlatlar bilan Parvardigora bizni aziz qil. Farzandlarimiz yoqamizdan oladigan emas, yoqalarimizni to'g'rilab qo'yadigan, ismimizni biladigan emas, qalbimizni biladigan, mol davlatimizni qiymatini emas, qadrini tushunadigan darajada zakiy qil. Amin. Ya Robbi, bizni jannating bilan mukofotla, Rasulimiz bilan jannatda qo'shni qil. Rasulimizning yetaklarini ushlab, Rasulullohning nasihatlarini tinglab, Rasululloh bilan jannatda birga bo'lmoqlik baxtini Robbim o'zing nasib ayla. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam bi rahmatika. Allohu akbar. Alhamdulillahi robbil alamin.